Bahia de Soledad. Tanholik bo'g'ozi Meksikadagi Kaliforniya ko'rfazining g'arbiy sohilini o'yib kirgan ko'pdan ko'p sayoz qo'ltiqlardan biri. Bu yerda qariyb 40 million yildan beri Xudo yarlaqagan bu maskanda moziy maxluqlarga o'xshagan pelikanlar, qadimda quruqlikdan dengizga o'zini urgan sut emizuvchi kulrang kitlar istiqomat qiladilar. Kusto komandasining suv osti sarguzashtlari. Rejissyor Filip Kusto. Kompozitor va dirijor Walter Scharf. Ijrochi prodyuserlar Jacques-Yves Cousteau va Oren Bush. Kulrang kitlar. dekabr. Mavsum boshlanishi bilan shimoldan janubga yo'l olgan Kaliforniya kulrang kitlarini so'nggi marraga kuzatib kelmoqdamiz. Mana bu homilador kit hammamizni maftun etdi. Tug'ish paytida kitlar chalqancha yotadilar. Shunda chaqaloq suv betida tug'iladi hamda yorug' dunyoda ilk bor nafas oladi. tonnalik homilador kit Kalipso motor qayiqlaridan birini dumi bilan turtib yubordi. Odamlarning hayoti xavf ostida qoldi. Kit o'zining 4 metrlik dumini katta kuch bilan lapanglatib, 10 o'zil tezlik bilan suza oladi. Jarohatlangan kitlar dumi bilan 6 metrlik qayiqlarni urib chilparchin qilgani ma'lum. Amerikadagi eski port mozorlarida kit ovi shahidlari degan yozuvli sag'analar talaygina. Chindan ham sezgir va ayyor bo'z kitlardan zavol topgan ovchilar behisob. yanvar. Biz samolyot chaqirtirdik. Samolyotlar ko'chib ketayotgan kitlarning parokanda galalarini topishga yordam beradi. Tunda biz ularni yo'qotib qo'ygandik. Janub tomon beto'xtov suzganlarida kitlar kunduzlari suv betiga yaqin suzadilar. Ularning oshiyoni Shimoliy Muz okeani va Bering dengizidir. Bu yoqlardagi sayoz ko'rfazlarda yoz paytlari plankton va qisqichbaqasimonlar mo'l ko'l bo'ladi. Kulrang kitlar ular bilan ovqatlanadilar. Bolalarini ham boqadilar.
8 oylik jir zaxiralarini jamg'arib, bu tabiiy kemalar, eng qudratli sut emizuvchilar safarga otlanadilar. Ular 8000 kilometr uzoqlikdagi Kaliforniya ko'rfazi qo'ltiqlarini oshyon qiladilar. Ko'p ming yillardan buyon o'sha yoqlarda urchiydilar. Kalipso ham o'sha tomonga suzib bormoqda. Kulrang kitlarga bag'ishlangan ekspeditsiyamizni tasvirga tushirish o'g'lim Filip Kustoga topshirilgan. Tadqiqotlarga Scripps okeanshunoslik instituti xodimi Dr. Walker boshchilik qiladi. Kulrang kitlarning kelajagi katta xavf ostida qolgan. Zora ular haqida ko'proq ma'lumot to'plab, qirilib ketishlarining oldini ola olsak. Filip Kusto bilan Dr. Walker asosan Polaris 3 kemasida ish olib boradilar. Bu tagiyasi kema kitlarga ergashib yurib, bolalarni boqadigan mayda-chuyda qo'ltiqlarga ham kirib chiqish imkoniga ega. Kulrang kitlar safarining nihoyasini kuzatish ham, ularga tamg'a qo'yish ishlari ham shu kemada bajariladi. Tamg'alar, tasmaga bog'langan ilgaklar kitlar uchun bezarar. Ana u. Dr. Walker tamg'alash yo'li bilan urchish davrida kitlar bir joyda turadilarmi yoki ko'rfaz bo'ylab suzadilarmi? Shuni aniqlamoqchi. Kitlar o'z rejalariga amal qilib tezlikni oshirdilar. Yeldek uchdilar. Tamg'alab bo'lingandan keyin to'da boshiga rangli po'kak ilashtirishga harakat qilinadi. Kitlar tunda tarqab ketadilarmi, uxlaydilarmi yoki harakatlari to'xtab qoladimi degan savollar ham Dr. Walkerni qiziqtiradi. Kit Zodiac yaqiniga kelib, keskin zarba bilan po'kak tasmani motor parrayiga o'rab tashlaydi. Kuzatuvchi yana bir to'da boshi otayotgan favorani ko'rib qoldi. Odamlar yana bir marta po'kak qadashga urina boshladilar. Ikkinchi urinishdan ham natija chiqmadi va bo'z to'da boshi o'z yo'lida qat'iyat bilan davom etdi. Tamg'aning yaroqsiz nishi Polarisda o'rganiladi. Kuchini qarang. 3 joydan bukib tashlabdi. Kanoe qayiqda yana ularni iziga tushadi. Avvalgilardan ham yirikroq 3-to'da boshi ko'zga chalindi. Kitlar akustik tovush yordamida bir-birlarini odamlarning niyatlari yomon deb ogoh etganlari ayon. Polvon suv ostiga kirib ketdi. Kanoe ortiga qaytib kuta boshladi. Kitlar bezovta qilinmasa, kamdan kam hollarda suv ostida 4 daqiqadan ortiq turadilar. Ana u. Qaranglar. Devday keladi-ya. Kanoe kitga yaqinlashish vaqtini to'g'ri mo'ljalga oldi. Qoyil, tegdi. Kit yo'nalishni o'zgartirmadi. Uni maqsad sari ilohiy tuyg'u yetaklaydi. Yengil po'kak esa unga hech bir ozor bermaydi. Janubga ketdi.
Polarisga yo'l ko'rsatish uchun Zodiak Pokak tamg'a ketidan qorama-qora suzib ketdi. Ular shu tezlikda kun bo'yi suzishadi. Nasl qoldirish niyatida safarga chiqqan kulrang kitlar 3 oy mobaynida uzzi kun tinolmay yo'l bosadilar. Kaliforniya kulrang kitlarining aksariyati sohil yoqalab sayoz suvlarda ko'chib yurishni afzal ko'radilar. Dr. Walker kechalari hech bo'lmasa bir dona kit salgina past tezlikda yo'l bosadi degan fikrni isbotlash imkoniyatiga ega. Tong otdi. Polaris 18 soatdan beri Tolmas to'da boshi izidan bormoqda. Dev sifat pahlavon kitlarning muhabbat o'yinlari o'tadigan oshyonga yetishiga atiga bir necha mil qoldi xolos. Dr. Walker Polarisga yetib kelgan kapitan Kustoga ajoyib qo'ltiqni ishora qilib ko'rsatdi va kulrang kitlarni uzoq muddat uzluksiz tasvirga tushirish rejalarini bayon qildi. U ketayotgan joylar tasvirga tushirish uchun qulay. Magdalena bo'g'ozga kiradi shekilli. Bir 2 soatdan keyin kitlarning buyuk safari nihoyasiga yetadi. Mana aziz vatan. Magdalena qumligini o'yib kirgan, suv ko'payganda hosil bo'ladigan qo'ltiq. Shu payt kit dumi bilan suvni shaloplatib ura boshlaydi. Hamma bilsin, u manzilga yetdi. Pokak tamg'a taqqa to'xtaydi. Kit maqsadiga erishdi. U erkin. Biz bu qadimiy manzilgohda dunyoning eng g'aroyib go'shasi, ko'p kitlar beshigida ularni bezovta qilmaslikka urinib, tinchgina kuzata boshlaymiz. yanvar. Bugun Filip ko'k kitlarning urchish joylarini kuzatish maqsadida havo sharida uchadi. Omadi kelsa, loyqa qo'ltiq qopqasi oldidagi tiniq suvlarda yurgan kitlarni topadi. So'ng biz inson zoti hali ko'rmagan voqeani, kulrang kitlarning juftlashish lavhalarini tasvirga olamiz. Dr. Walkerning fikricha, kulrang kitlarning urishish uchun ayni shu ko'rfazga kelishlarining sabablari bor. Birinchidan, qo'ltiqning sokin suvlari kit chaqaloqlari uchun bexatar boshpana. Ikkinchidan, suv tubidagi mayda-chuyda jonivorlarni muntazam kuzatib turadi va bolalari ularni yeb, xamirturush qo'shilgan xamirdek semirib o'sa boshlaydilar. Filip havodan kuzatib, urg'ochi kitga parvona bo'layotgan erkak kitni ko'rib qoldi. Moda ham uni rayini qaytarmadi. Kalipso kinooperatorlari dengiz pahlavonlarining hayotidagi bu noyob voqeani tasvirga tushirishga shoshildilar. Operatorimiz kitlarga asta yaqinlasharkan, urg'ochi kit yot sharpani sesib, hamrohidan yiroqlashadi va suv ostiga kirib ketadi. Erkak kit unga ergashadi. Oshiq-moshiqlar xoli joy axtara boshlaydilar. Axiri omad keldi. 3 nafar kulrang kit, 2 erkak va bitta urg'ochi Zodiakdan salgina narida bamayli xotir suv yuzasiga chiqdilar. Operator shovqin chiqarmay suvga sho'ng'idi. Unga inson ko'rmagan narsani tasvirga tushirish nasib etadi. Ikkinchi xushtor yosh, g'o'r bo'lsa-da,
ehtirosda o'zidan kattalardan qolishmaydi. Uning ko'z o'ngida visol tantanalari boshlandi. Filipning qaytishini intizorlik bilan kutarkanman. Kulrang kitlar ne sababdan sahroyi laqabini olgani tarixini eslayman. O'tgan asrda bir kema kapitani jazirama Baha sahrosi uzra kit favvoralarini ko'rib, hayratdan yoqasini ushlagan. Baxtli tasodif tufayligina Kaliforniya kulrang kitlarning sevimli qo'ltiqlarini topishga muvaffaq bo'lgan ekan. Hozir bu suvlarda kitlarning kushandalari yo'q. Qo'ltiqlar qattiq muhofaza qilinadi. Bu yerga xolis niyatli olimlar va akvalangchilar kelib turadilar. 2-fevral kuni Filip Kusto bilan doktor Uoker ona va bola kitlarni o'zaro munosabatlarini kuzatish va tasvirga tushirishga kirishdilar. Odatda ona chaqalog'i bilan to'dadan xoli yashaydi. Shunday bo'lgach, ona kitga ota ehtiyotkorlik bilan yaqinlashishi zarur. Oromi buzilgan urg'ochi kit juda xavfli bo'ladi. Kichikroq baliqchi kemalar tasodifan ona va bola o'rtasiga tushib qolib, ona hamlasiga uchragan hollari ko'p bo'lgan. Ona va bolani suv osti tasvirga tushirish umidi kam. Sayoz suvlarda plankton ko'p. Ustiga usta kitlar suv osti loyqasini qo'zg'atgan. Bu ko'rish imkoniyatini deyarli yo'qqa chiqaradi. Sukunatni buzmaslik maqsadida g'avvoslar akvalanglarsiz ishlaydilar. Ona va bolaga yaqinlashish uchun ko'zga tashlanmaslik zarur. Ammo buning imkoni yo'q. Taxminimizcha, ona g'avvosni exolokatsiya vositasida ilg'aydi. Odam yaqinlashdi deguncha, u bolasini ergashtirib, ko'zdan yiroqlashaveradi. Onani chalg'itishga qaratilgan yuzlab urinishlardan keyin oramizdagi eng umidlilarning ham hafsalasi pir bo'ladi. Qalay? Hech nima ko'rinmayapti. Urg'ochi kulrang kitlar 3 oylik yo'l davomida umuman uxlamaydilar. Faqat ko'zlari yorigandan keyin miriqib uxlaydilar. Ular suv betida qoyadek ko'rinadilar. Faqat soatlab bir maromda nafas olishlari ularni uxlayotganidan dalolat beradi. Hozir ularga shovqinsiz yaqinlashish mumkin. Doimo och va o'yinqaroq kitchalarga barcha bolalar singari onaizorning bu qiliqlari uncha yoqmaydi. Nariroq ketish uchun hali juda go'daklar. Shu bois hadeb ona pinjiga tiqilib, yo uyg'otmoqchi, yo qimirlamasa ham ularni dunyoga keltirgan xilqat shu yerda ekaniga ishonch hosil qilmoqchi bo'ladilar. Kitning ko'zi dum tomondan yoriydi. Shu zayl murg'ak suv betiga qalqib chiqib, nafas ola boshlaydi. Tug'ilishi bilanoq suzishga kirishadi va emishni to'xtatmaguncha onani tark etmaydi. Bolaga onaning ulkan badani ham to'qlik, ham xavfsizlik manbaidir. Ammo goh-gohida u onani boshqa yirik narsalar, masalan, kema bilan adashtirishi mumkin. Kapitan Kusto Polarisni shimolroqqa, kitlar gavjumroq qo'ltiqqa yuborishga qaror qildi. U yerda emizikli urg'ochi kitni suratga olish osonroq kechsa ajab emas. Manzilga yetgach, Polaris kema kameralarini shay qilib, kitlar mo'ljalga olgan shimol tomonga suzib ketdi. Ona bolasini emizish uchun yonboshlab old suzgichlarning bittasini ko'taradi.
Shu tariqa u bolasiga yelini so'rg'ishlarini tutadi. Bola yonboshlaganicha, ya'ni nafas olishga imkon beradigan holatda ema boshlaydi. Ona kit bolasini to'ydirib emizgach, shaxt bilan odatdagi holatiga qaytadi. Dvigatel o'chirilganda Polarisni boshqarish qiyin. Kichkintoy uni onam deb o'yladi shekilli, Polarisga qarab talpindi. Shu payt ona keskin aylana harakat qilib, shartta burildi-da, go'dagini begona ko'zlardan uzoqlashtirdi. Bordi-yu kit bolasi Polaris bilan uchrashganda, u qanday oqibatga olib kelishini ko'z oldimga keltiraman. Bir 1857 yildan beri odamlarning ochko'zligi va kaltabinligi tufayli kitlarni ta'qib etish, ularni butunlay yo'q bo'lib ketish xavfini tug'dirdi. 1937 yilga kelib, kulrang kitlarning soni atiga bir necha 10 dona edi xolos. O'shanda kitlarning soni tiklangandan so'ng ularni ovlash maxsus ruxsatnoma asosida amalga oshiriladigan bo'ldi. Ehtimol inson va devsifat sut emizuvchilar o'rtasida boshqacharoq munosabatlar ham bo'lishi mumkindir. Buni ular hayotini yaqindan o'rgangan odam biladi. Bilgandan keyin ularni yaxshi ko'rib qoladi. Lekin 35 tonnalik pahlavonga yaqinlashish, o'rganish va sevish uslubi faqat bitta. Ochiq dengizda loaqal bir marta unga minib sayr etishdir. Bu kecha akvalangchilarimiz qo'ltiq tashqarisidagi tiniq va toza suvlarda ishladilar. Ular dengizda qisqichbaqalar ovladilar. Kulrang kitlarning sevimli yemagi qisqichbaqalardir. Kitlar kunduz kunlari suv ostida ularni ovlaydilar. Kechalari esa qisqichbaqalar qorin tashvishda yoki urchish uchun yuzaga ko'tariladilar. Shunda kitlar har biri o'zlaridan million baravar yengil bu jonivorlarni to'ydim demay, yamlamay yutaveradilar. Ularni kitlar qay chuqurlikda yeydilar? Menimcha suv tagida bo'lsa kerak. Kulrang kitlar qanday chuqurlikda yurishi haqida ma'lumot yo'q, lekin turar joylariga qarab xulosa chiqarilsa, ular 60-90 metrdan chuqurroqqa kam sho'ng'iydilar. Kulrang kitlar har xil iqlimda hayot kechiradilar. Ularning oziqlanish tartiblari ham, oziqa xillari ham rang-barang. Misol uchun, qo'ltiqlarda ular odatda suvdan tikka ko'tariladilar. Avvallari shu yo'l bilan ular tevarak atrofni kuzatsalar kerak degan fikr yurardi. Aslida esa suv tubidagi umurtqalar aralash balchiq qatlamlarini qo'zg'atar ekanlar. So'ng dumida tikka turib, og'zidagi suvni mo'ylari orasidan o'tkazib, o'ljasini g'alvirda suzib olishar ekan. Og'irlik kuchini ishga solib topilgan bu usulni stop kadrda yanada yaqqolroq ko'rish mumkin.
Ziyrak pelikanlar baliq tanovul qilayotgan kitlarni topishimizga yordam beradilar. Shu sababli Serj Hulon falokatga yo'liqqan pelikanlarni ko'rish bilanoq yordamga shoshildi. Bechora Serj. Hatto pelikan ham eng beg'araz niyatlarni rad etishi mumkin ekan. Serj, pelikan cho'qishi natijasida orttirgan g'urralarni uzoq vaqtgacha eslab yuradigan bo'ldi. Kalipso komandasining Serjdan boshqa a'zolari ko'rsatgan hurmat e'tiborini pelikan bajonidil qabul qildi. Hatto yovvoyi tabiatda ham yaxshilikka yaxshilik qaytavermas ekan. Yigirma 22 fevral kuni doktor Uoker bilan radio injener Lagario kulrang kitlarni o'zaro muloqotini yoza boshladilar. Kitlarning chinqirgan va g'ijchillagan ovozini ilg'ash uchun sabot va o'quv kerak bo'ladi. Yangi tovush. Boyagi kitniki emasmikan? Bu yoqqa ona bola yaqinlashmoqda. Ularning ovozini eshityapman. Mother and calf are coming by here now, and you can clearly hear the echo ranging as they come up on us. Yes. Loyiha qo'ltig'ida ona va bola o'rtasidagi muloqot juda muhim. Bu yerda ko'zning ahamiyati yo'q, chunki uzoqni ko'rib bo'lmaydi. Falokat bosib go'dak yo'qolib qolsa, halok bo'lishi muqarrar. Bu ona bola. Ular gaplashyapti. Ona ovoz berib uni qo'ltiq bo'ylab axtaryapti. Ko'zi hech nimaga o'tmayapti. Oddiygina ko'ringan kulrang kitlar tabiat sultonlari. Homo sapienslar odamlarga nisbatan murakkabroq vositalar yordamida muomala qilsalar ajab emas. Tea is sometimes serve it. No, serve it. Served. Serve at the office. Many people live out of town in the suburbs. Vegetables. No, vegetables. 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 No, vegetables. Vegetables. No, vegetables. Vegetables. 24 fevral. Kapitan Kusto qo'ltiqlarni ko'zdan kechirish niyatida havoga ko'tarildi. Ko'p o'tmay kulrang kitlar shimolga qarab yurish boshladilar. Kusto, Polaris va Kalipso komandalariga kulrang kitlar sonini aniqlash haqida farmoyish yubordi. Kaliforniya sohillarida kitlar soni ovchilar qiron keltirmasdan avval 20 mingga yaqin edi. Kaliforniya galasi tiklanishi uchun 40 yillik muhofaza chora tadbirlari lozim.
Tinch okean sharqidagi ularning umumiy soni hozir 10-15 mingni tashkil etadi xolos. Kusto uchuvchi hamda hisobchi komandalardan ona va bolalarga alohida diqqat berishni iltimos qildi. Ular sayoz suvlarda bir-birlaridan ajralib qolgan bo'lishlari mumkin. Suv qaytib ketganda tajribasiz murg'aklar ba'zan ko'lmaklarga botib qolgan hollari ham uchragan. Yangi tug'ilgan chaqaloq kit taxminan 3,5 metr keladi. Vazni salkam 1 tonna. 3 oydan keyin bepoyon okean bo'ylab birinchi safarni boshlash oldidan uning bo'yi 5,5 metrga yetadi. Vazni 2 tonnaga yaqinlashib qoladi. Bolalar o'limi ko'proq. Bunga kasallik va tabiiy dushmanlar sabab. Biroq balog'atga yetgan kit qariyb yarim asr yashaydi. Kit murg'aklari o'limining sababi yovvoyi sut emizuvchilarning aksariyatiga xos xususiyatdir. Agar bola biror kamchilik bilan tug'ilsa, onasi undan voz kechadi va tabiat uni o'zining azaliy aylanma harakatiga qaytarib oladi. Biroq bizning zamonda kulrang kitlar hayoti uchun yangi, g'ayri tabiiy tahlika tug'ildi. Bu pinhona va makkor qotil atrof muhitning ifloslanishidir. Qo'ltiqlar o'zlashtiriladigan bo'lsa, kulrang kitlarni atrof muhitning ifloslanishidan xalos etish tadbirlarini ko'rish kerak deb o'ylayman. Hozircha bu yerlarga baliqchilar tasodifan adashib kelib qolishadi. Aslida esa bu yerlarga hali inson oyog'i yetganicha yo'q. Sizningcha bu yerlar ham Janubiy Kaliforniya singari ifloslanib ketsa, kulrang kitlar halok bo'ladimi? Atrof muhitning ifloslanishi ular yashaydigan havzalarning asosiy qismini nobud qiladi. Bu joylarda onalar chaqaloqlarni parvarish qiladilar. Bundan tashqari kitlar g'oyat cheklangan hududlarda yashaydilar. Kulrang kitlar hammasi bo'lib 2-3 ta qo'ltiqda qishlaydilar. Shunday ekan bu kitlar yo'qolib ketish xavfi ayon bo'lib qoldi. Ammo bunday bo'lmasligiga umid qilaman. 28-fevral kuni samolyotdan turib, qo'ltiq og'zidagi sayoz suvda qolib ketgan kit bolasini ko'rib qolishdi. Doktor Uoker va Filip Kusto undan xabar olishga shoshilishdi. Doktor Uoker baliqchi qushlarga yetkazgan jarohatlarga qarab, kit bolasini yarim kechada botib qolganini aniqladi. U tirik ekan. Bilinar bilinmas, lekin aniq hayot alomatlarini payqagan Filip Kusto Kalipsodan shoshilinch yordam chaqirtirdi. Le bébé baleine est toujours vivant. Envoyez du monde et des cordes et un filet, vite. Quruqlikda kitning badani tez qiziydi. Natijada terisi suvsizlanib, holdan toyadi. Bunday zaif ahvolda suvga qaytganda ham cho'kib ketishi mumkin. darajali dush kit bolasini joniga oro kirdi. Bu g'ayri tabiiy tashvishli vaziyat Kalipso komandasini esankiratmadi. Odamlar 1000 kilogramlik kitni avaylab maxsus to'rga yotqizishmoqchi. Muddao kichkintoyni suvga tushirish. Shunda uni uddalash osonroq kechadi. Faites attention à la nageoire. Ok les gars, allons-y tous ensemble. Attention à la
Ertalabdan bulutlar bilan qoplangan osmon doktor Uoker va komandaga umid bag'ishladi. Ishqilib, butunlay terisi qurishib qolmagan bo'lsin-da, odamlar shoshiladilar. Ha, kit bolasini suvga tushirish mashaqqatli. Biroq vaqt g'animat. Xaloskorlar komandasi jonini jabborga berib harakat qilmoqda. Kit bolasini suvga tushirgach, zudlik bilan qayiqqa mahkam bog'lab, asta-sekin Kalipso tomonga suzdilar. Qayiq Kalipsoga yetib kelguncha, doktor Uoker kichkintoy Kit qanday qilib bunday ahvolga tushib qolganini o'ylab, o'zicha taxminlar tuzadi. Ehtimol suv tez ko'payganida dovdirab o'ta sayoz joyga tushib qolgandir. Suv qaytib ketgach, ona va bola bir-birlari bilan muomala qila olmagandirlar. Balki onasi butun qo'ltiq bo'ylab bolasini izlab bo'zlab yurgandir. Akulalar paydo bo'lishi xavfiga qaramay kapitan Kusto Kit bolasini kechasi qayiqqa bog'liq holda qoldirishga jazm etdi. Men butun qo'ltiq bo'ylab bo'zlab yurgan ona Kit bolasini topar deb umid qilgandim. Taassufki, go'dak Kitning onasi qorasini ham ko'rsatmadi. Demak, endi uning g'amini biz yeyishimiz kerak. U nihoyatda holdan toygan, jarohatlari og'ir, muolajaga muhtoj. Doktor Uoker kema zaxiralaridan ona suti o'rnini bosadigan oqsilga boy to'yimli qo'lbola atala yasadi. Doktor Uokerning fikricha, Kit bolasi o'ziga notanish yemishni tanovul qilsa, uni bemalol qutqarib qolish mumkin. Odatda Kit bolasini bir kecha kunduzda 2-3 marta ovqatlantirish lozim. Kalipsoda nari borsa dastlabki yordamni ko'rsatish mumkin. Men doktor Uoker bilan kelishib qo'ydim. Agar Kit bolasi omon qolsa, unga malakali yordam beriladigan dengiz qo'riqxonasiga topshiramiz. O'ttiz yil avval dengiz hayvonlarini o'rgana boshlagan doktor Uoker birinchi marta kulrang Kit bolasiga onalik qilmoqda. Oshxonadan keltirilgan cho'mich bilan rezina naycha ona yelinni bosolmaydi. Lekin boshqa iloj yo'q. Yo'qni yo'ndirib bo'lmaydi. Doktor Uoker va Kalipso komandasi bunga Kit bolasining aqli farosati yetadi deb umid qilmoqdalar. Havaskorlar o'ylab topgan bu asbob qisman muvaffaqiyatli bo'ldi. Lekin go'dak atalani qanchasini yutganini aniqlashning iloji yo'q. Doktor Uoker shunday yo'l tutishga majbur bo'ldi. Kitlarni kalmar yemasligi ma'lum, ammo go'dak omon qolishi uchun uni qo'lda bo'lsa-da ovqatlantirish zarur.
Dengiz sut emizuvchilarini ovqatlantiribgina ular ishonchini qozonishi mumkin. Aftidan kit bolasi bu naqliga amal qildi. U uzatilgan qo'lga mahkam yopishib oldi. Moris yasagan dengiz moslamasini Filip Kusto tekshirib ko'rdi. Kit bolasi to darmonga kirguncha unda erkinroq bo'ladi. Hozir esa kichkintoyni avaylab yuqoriga ko'taradilar. Bu yerda doktor Walker uni yaxshilab ko'rikdan o'tkazadi va jarohatlariga malham qo'yadi. Kit yuragi moy qatlamlari bilan shunchalik muhofazalanganki, Jon shifo fonendoskopi bilan eshitib ko'rishning umuman iloji yo'q. Doktor Walker qanday muolaja qilish kerakligini aniqlash maqsadida jarohatlarni ko'zdan kechirdi. Sohil qushlari uni sermo'y dahanni yopib turgan nafis lablariga shikast yetkazibdi. Undan keyin doktor kichkintoyni nafas olishi va uning maromini aniqlaydi. Nihoyat eng jiddiy jarohatlariga suvga chidamli antibiotik dori bosadi. Endi tez harakat qilish kerak. Quruqlikda kitning ichki a'zolari o'z tanasi vazni ostida ezilib ketishi mumkin. Kit bolasi suvga tushirildi. Men bo'lsam, muolajalarimiz qay darajada kor qildi ekan deya o'yga tolaman. U xiyla tetik tortgandek ko'rinsa-da, to'lqinda muvozanatni saqlash qiyin kechayotgan edi. Kit bolasi imkon boricha hayot uchun kurashayotganini ko'rib turardik. Qo'limizdan kelgan hamma narsani qildik. Oldinda tungi bedorliklar. Qolgani tabiatning izmu ixtiyoriga havola. Kechasi soat 3larda akulalarga qarshi soqchilar almashgunicha hamma ish joyida bo'ldi. Soat 3da meni kanoya uyg'otdi. Men o'rtadagi supaga tushib, kit bolasining nafasi og'irlashganligini ko'rdim. U chalqancha yotgancha jon talashardi. Men Walkerni uyg'otdim. Lekin u endi qo'ldan hech narsa kelmasligini aytdi.
Birozdan so'ng kit bolasi nafas olishdan to'xtadi. Hech iloji yo'qmidi? Sezishimcha yo'q. Ahvoli og'ir edi. Faqat pelikanlar allanimalar deb qiyqirib, u bilan vidolashdilar. 2-mart kuni kechqurun sayohatimiz davomida birinchi marta Kalipsoda qayg'uli kayfiyat hukmron bo'ldi. Biz o'zimizning norasida do'stimizdan manguga ajralib qoldik. Vaqt soati 7. Shimol tomon yurish boshlandi. Yo'lni yaxshi biladigan kitlar oldinda boradilar. Ular ketidan butun to'da qo'zg'aladi. Ko'zlangan manzil bundan 8000 kilometr narida joylashgan Shimoliy Muz okeani. Kulrang kitlar yo'lga chiqdilar. Bunday kunlar nasib etgan norasida go'daklar ham ularga ergashdilar. Kitlar, suv osti dunyosining ajoyib sayyohlari quvonch bilan olg'a intilmoqdalar. Kulrang kitlar hiroqlashdilar. Ammo bu yerga albatta qaytib keladilar. Hayot charxpalaga aylanaveradi. Faqat inson ularning ona makoni oromini buzmasa bas. Bu makonni tanholik bo'g'ozi deb bejiz aytishmagan. Prodyuser va ssenariy avtori Uorren Bush, bosh operator Philip Cousteau. Film O'zbekiston teleradio kompaniyasi buyurtmasiga binoan O'zbek telefilm studiyasida dublyaj qilindi. Dublyajda artistlardan Farhod Aminov, G'aybullo Hojiyev, Sohibjamol Turdaliyevalar qatnashdilar. Dublyaj rejissyori Yo'ldosh Abdukarimov, rejissyor yordamchisi Matyoqub Orziyev, ovoz rejissyori Erkin Qayumov, tarjimon Surayyo To'raxonova, muharrir Bahodir Abdullayev. Cousteau Group korporatsiyasi mahsuloti.